Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 17, 18, 19 va 20 fevral uchun kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 17 fevralda kechasi 16 daraja iliq, kunduzi 15 daraja iliq. 18 fevralda kechasi 38 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq. 19 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq. 20 fevralda kechasi 38 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 17 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq. 18 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq. 19 fevralda kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq. 20 fevralda kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq. Navoiy viloyati shimolida 17 fevralda kechasi 16 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 18 fevralda kechasi 38 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq. 19 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq. 20 fevralda kechasi 38 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 17 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq. 18 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq. 19-20 fevralda kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 17 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq. 18 fevralda kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq. 19-20 fevralda kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 17 fevralda 12-17 daraja iliq. 18-20 fevralda 16-21 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17 fevralda vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. 18-20 fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 17 fevralda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. 18-20 fevralda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Deyiladi meteo.uz web saytida. Do'stlar, kanalimiz tezroq rivojlanishi uchun iltimos like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Barchangizga kattakon rahmat.